Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda sizlarga Fibonacci va regressionniy trend instrumenti haqida to'liq ma'lumotlarni oddiy tilda yetkazib berishga harakat qilamiz. Videorolikimizni oxirigacha kuzatadigan bo'lsangiz, Binarium platformasi orqali kuniga $50 dan $100 daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va bolalar, har doimgidek sizlar ham Binarium orqali savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, videorolikimizning описаниесida o'sha platformani barcha ssilkalarini qoldirib qo'yamiz. Biz bo'lmasam boshladik. Xo'p bolalar, bugungi videorolikimizni boshlasak ham bo'ladi. Bugungi videorolikimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi degan umiddamiz va aynan bugungi videorolikimizda sizlarga Fibonacci instrumenti haqida va regressionniy trend instrumenti haqida to'liqroq informatsiyani yetkazib berishga harakat qilamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan videoroliklarimizda sizlarga texnический analiz haqida ma'lumotlarni berib o'tgandik va switchnoy analiz haqida to'liq informatsiyalarni berib o'tgandik. Bugungi videorolikimizda esa sizlarga Fibonacci'ni ishlatishi va regressionniy trend instrumentini ishlatishni to'liq tarzda o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Demak bolalar, texnический analiz orqali savdo qilayotgan paytinglar sizlar oddiy qilib aytganda grafikda vaziyatni o'zingizlarni ko'zinglar bilan qidirgan holda topib, mana bunaqasi liniyalarni tortishingiz kerak bo'ladi. Уровень поддержкini ham xuddi shunaqasi. Ya'ni ko'zinglar bilan qanaqadir vaziyat topasizlar, bozorda ko'zinglar уровень поддержки liniyasini ko'rgandan keyingina o'sha уровень поддержки yoki уровень сопротивления liniyasini o'rnatasizlar. Ammo regressionniy trend va Fibonacci instrumentiga keladigan bo'lsak, ular o'sha vaziyatlarni bizga avtomatik tarzda tortib beradi. Xo'p, bu bo'limga o'tamiz va mana bu tugmachasiga bosamiz va mana bu yerda regressionniy trend instrumentini ko'rishimiz mumkin. Srazu zvezdochkani ustiga bosamiz. Xuddi shunaqasi. Mana bu joyga o'tamiz. Mana bu yerda juda ham ko'p Fibonacci instrumentlari mavjud. Ya'ni расширение Fibonacci, kanali по Fibonacci, временные периоды по Fibonacci. Bizga bu narsalar kerak emas. To'g'ri, hammasi bir xil. Fibonacci instrumentlari. No, bizga kerakli narsalardan biri bu korreksiya по Fibonacci hisoblanadi. Xo'p, kerakli instrumentlarni biz oddiy qilib aytganda yulduzcha tugmachasiga bosgan holda главный menyuga chiqarib oldik. Endi o'sha instrumentlarni o'rnatmoqchi bo'lsak, qaytadan kirib, mana bu tugmachalarga bosishimiz shart emas. Nima qilamiz? Mana bu tugmachaga bosamiz-da, regressionniy trend instrumentini ustiga va oddiy qilib aytganda ko'tariluvchanlik trend liniyasini chizamiz. Qo'yib yuboradigan bo'lsak, ko'tariluvchanlik koridori regressionniy trend instrumenti bizga avtomatik tarzda tortib beradi va ko'rsatib beradi. Bu yerda savdo qilishimiz уже ancha osonroq bo'ladi. Ya'ni grafik bizga o'zi ko'rsatib turibdi. Narx tepaga ko'tarildi, tepadagi liniyaga tegdimi, sellga qarab bitimini och. Pastdagi liniyamizga tegdimi, payga qarab liniyani och. Va mana bu koridor ichida savdo qilgan holda $1000 pulimizni bemalol $10000 razgon qilib bo'ladi. Tushuntira oldimmi bolalar? Regressionniy trend instrumenti aynan shunaqasi ishlaydi. Bozorda tushuvchi yokida ko'tariluvchanlik trendni topgan holda kerakli joyda o'sha instrumentni o'rnatadigan bo'lsak, bizga kerakli koridorlarni to'liq tarzda avtomatik ko'rsatib berishga harakat qiladi. O'rnatgan instrumentinglarni o'chirmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, mana bu eng pastdagi tugmachaga bosishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, grafikinglar tozalanadi. Regressionniy trend instrumentini ishlatish sizlarga ko'rsatib berdim. Ya'ni o'zimizga kerakli trendni tortamiz. Regressionniy trend instrumenti bozordagi koridorni bizga ko'rsatib beradi. Koridor yoki ko'tariluvchanlik bo'lishligi mumkin bo'ladi yoki tushuvchi koridor bo'lishligi mumkin bo'ladi. O'sha koridor ichida savdo qilgan holda katta daromadga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi Fibonacci instrumentiga keladigan bo'lsak, ba'zi bir treyderlar Fibonacci'ni maksimumdan minimumgacha tortadi. Ba'zi bir treyderlar oddiy qilib aytganda minimumdan maksimumgacha o'rnatishadi. Ammo bolalar, Fibonacci'ni to'g'ri o'rnatishingiz shart. Chunki Fibonacci'ni noto'g'ri o'rnatadigan bo'lsanglar, o'zingizlarning $1000lik, $10000lik balansinglarni yarim soat ichida slif qilib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz Fibonacci'ni o'rnatayotganimizda aynan minimumdan boshlab maksimumgacha o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Va bolalar, yana bitta narsani bilib olishingiz shart. Fibonacci'ni 3 ta eng главный уровеньlari mavjud. Bu bizda 0.38 liniyasi hisoblanadi, 0.5 liniyasi hisoblanadi, undan tashqari 0.61 liniyasi hisoblanadi. Grafik aynan mana bu уровеньlarimizga yaqinlashadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan narx impuls bilan tepaga qarab ko'tarilishligi mumkin bo'ladi yoki katta ehtimol bilan narx impuls bilan pastga qarab tushishligi mumkin bo'ladi.
Deylik bozorda yaxshi koridorni topib olganingizdan so'ng narx tepaga qarab ko'tarilyapti va pastga qarab atkat bo'lyapti. Pastga qarab atkat bo'lganidan keyin 0.5 liniyasiga tekkan yokida 0.3 liniyasiga tekkan yokida 0.6 liniyasiga tekkan. Payga qarab bitminglarni ochsanglar ham bo'ladi. Natijada katta ehtimol bilan o'sha bitminglarni plus bilan yopishinglar mumkin bo'ladi. Oddiy qilib aytganda bolalar, Fibonacci bilan regressionniy trend instrumenti bizani уровень поддержки, уровень сопротивления, треугольник trendlarimizga qaraganda ancha kuchliroq va bozorda statistikasi ancha yaxshiroq hisoblanadi. Agar aynan o'sha instrumentlardan foydalanib bitminglarni ochadigan bo'lsanglar, bugungi video roligimizda aynan shu ma'lumotlar haqida informatsiyani yetkazib berishga harakat qildik. Video roligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tdi degan umiddaman. Sizlar ham Binarium platformasi orqali savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, silkasini video roligimizning описаниесida qoldiramiz. Bizani silka orqali ro'yxatdan o'tib, Kamilov promokodini kiritib, shotinglarni $100 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, $200 balansingizga pul tushadi. $1000 ga shotinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, $2000 bo'lib tushadi. Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha